Qizlar, kommentariyaga javob beraman. Shuncha ma'lumot beraman-ku, qaranglar. Ugriga dermatolog klinzit bilan skinaren yozib bergandi. Yuzim yomon achishib ketyapti, nima qilay? Achishib ketadi. Chunki klinzitni sostavi bilan skinarenning sostavida aktivlar bor. Aktivlar, конечно, chuqur qavatiga kirib, quritishni boshlaydi. Qurib, achishib, yomon bo'lib ketmasligi uchun nimaga ahamiyat beramiz? Umivalkadan tortib SPF gacha ahamiyat beramiz. Umivalka, men sizlarga hozir bir necha xil umivalka ko'rsataman. Doktor Alteya, Sensilis, men juda ham yaxshi ko'raman Sensilisni, и Hematopik menga juda ham yoqdi. Bu ham men ishlatib ko'rdim, kichkinalarini kattasini uyga oldim. Umivalkada yuvasizlar, qanaqa effekt? Mana penka. Bunisi ham penka. Penka umivalka. Bu juda ham quritib yubormaydi. Chunki Cleansit S bilan Skinaren juda ham kuchli, aktiv. Aknega, post aknega yaxshi ishlaydigan to'g'ri sxema. Qizlar, bo'ldi. Buni ishqalab yurganingizdan keyin, например, kechasiga Cleansit S surdinglarmi? Qup-quruq top-toza yuzga, garoshini kichkinagina miqdorda surasizlar, полностью. Bir 15 minutdan keyin, например, men sizlarga aytaman, mana bunaqa восстанавливающий kremlar bor. Ustidan yopasizlar. O'shanda kuyib ketmaydi, qolmabdi bu ham, почти. Ustidan aktivi ustidan surasizlar. Ertalabgacha nam bo'lib, восстанавливаться qilib turadi. Ertalab esa Cleansit S surasizlar. Cleansit S ham aziloinovая kislota. Bu и mayda toshmalarga ham yaxshi yordam beradi. Kuperozga ham yaxshi yordam beradi. И post akne, qizil dog'chalar bor-ku, post aknedan qolgan, akneda ugridan qolgan dog'chalarga ham yaxshi yordam beradi. Birinchi, точно такая же схема umivalkada yuvorasizlar, qup-quruq yuzga skinaren surasizlar, ustidan krem, ustidan esa SPF. SPF ham ustidan surasizlar, yengil, yaxshi namlantiruvchi SPF bo'lishi kerak. Shunaqa qilinglar. Ko'rasizlar rezultatini. Unchalik kuydirib yubormanglar, kojani восстановить qilish kerak. Har doim aytaman, koja восстановленный bo'lsagina sog'lom bo'ladi. Keyin rezultatni 4 haftadan keyin оценить qilishingiz mumkin. 4 haftadan keyin, undan bog'liy emas.